Hammaga salom. Kech bo'lishiga qaramasdan ustaxonamizda ishlarimiz davom etyapti. Mana. Endi bu akamiz qayda qildirgan bilmadim. Bizlarga to'g'rilatgani olib kelibdi krilosini. Xudo xohlasa buni o'zini chiroyli holatda shagrinlarini terib beramiz. Kuzatishda davom etingizlar. Padlampa ko'rsatib ishimizni video qilamiz. Mana akalar, ishimizni ham tugatib oldik. O'zlaringiz ko'rib bitta baho beringizlar. Lampada shagrinlari. Xudo xohlasa yaxshi holatda chiqdi. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like.